Mana ko'p savollar bo'ladi, linzani necha yoshdan va necha yoshgacha qo'ysa bo'ladi degan. Men bundan oldingi Instagramlarimda ham juda ko'p bu savollarga javob berganman. Mana bugun Nashirzod Valijonovich o'zlarining tajribalarini kelib chiqqan holda sizlarga yana shu savollarni yana bir marta qaytaradilar. Hozirgi kunda linzalarni 6 yoshdan qo'yishni boshlaymiz. 6 yoshli eng kichkina bemorimiz 6 yoshda va yuqori yoshi chegaralangan emas. Xohlagancha taqsa bo'ladi. Minus diapazoni -9 gacha podbor qilsa bo'ladi. Eng yuqori podbor qilgan patsientimiz -9 va undan 9 dan yuqori bo'lgan minuslarda ham biz bemorlarga kontakt korreksiyalar bilan yordam bera olamiz. Faqat sal boshqacharoq, murakkabroq linzalar yordamida. Ya'ni skleral linzalar. Skleral linzalar yordamida ularga ham -9 dan baland bo'lgan bemorlarga ham yordam berishimiz mumkin. Mana shunaqa bemoringizni bittasini aytib bera olasizmi? Mana necha ko'rib kelgan, necha qator ko'rib kelgan va skleral linzadan keyin necha qator ko'rdi? Shu -9 li bemorim haqida gapirmoqchiman. -9 bemorli patsientimiz ayol kishi 86-yilda kelganlarida ko'rish o'tkirliklari 4%, 2 metrdan shu barmog'imni sanab berdilar xolos. Va ularga Demak, bir qator ham ko'rmadilar. Yo'q, bir qator ham ko'rmadilar. Ularga tungi linza podbor qilishga qaror qildik, chunki ko'zlari shunga to'g'ri keldi va tungi linza taqqanlaridan keyin 2 hafta ichida ko'rish o'tkirliklari 100% ga ko'tarildi. Ana, haqiqatdan bu linzalar mo'jiza deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi azizlar. Lekin ko'p odamlar bunga ishonmayapti. Ba'zan har xil qanaqadir bir shuni bo'lmaydigan savollar ham berishadi. Mana Yevropada, Amerika qarshi-ku bunga, nimaga endi bizda qo'yilyapti degan menga shunaqa savollar ham kelgan. Men bunaqangi informatsiyani qayerdan olishganman bilmadim. Chunki aynan Yevropa va Amerika va butun jahon oftalmologlar uyushmasi mana shu metodni hozirgi kunda miopiyaning yagona davosi, invalidlikning oldini olishni yagona usuli deb tan olingan va juda ko'p bu to'g'rida har xil statyalar, juda ko'p narsalar chop etilgan. Shuning uchun azizlar, bu bo'lmagan gap. Buni hech qanaqa zarari ham yo'q. Qolaversa, foydasidan boshqa hech qanaqa zarari yo'q.